bitta chisnokni olasizda, yengilroq ezib vaginaga tiqasiz. Agarda hid sezsangiz, chisnokni hidi burningizga kelsa, buni gapirmasam bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. Juda mana asabiga tepaga chiqib ketdi deydi-ku. Mana shunaqa internet to'la besavodlarda. Men bilmayman bu tabibmi, kim bu o'zi. Umuman olganda hozir mana bitta bemorimiz kelib o'tiribdi, shu uchun gapiryapman. Bo'lmasa gapirmasdim. Bemor mana shu aytgan narsasini chisnokni o'ziga diagnoz qo'yaman deb qilgan. Befarzandlik nima bo'lgandi sizda? Shu video ko'rganda, bunaqada Instagramda shu tabib gaplariga quloq solib, chisnokni shu pastki ostiga nimasiga tiqsa, maydalab hammasi diagnoz qo'ysa bo'ladi. Nima uchun befarzandliklar qiynalayotganlari maslahat bermayman. Men hozir shunaqa ahvoldaman. Ta'riflolmayman. To'la tezroqda bormayman. Hamma yo'g'im ishib ketgan, achib ketyapti. Rosa qiynalyapman. Hozir men bemorni ginekologdan kelyapti. Biz ginekologga yuborganlar hozir sishda muammo bo'lgani uchun urolog ko'rsin deb yuborgan. Hozir bular vaginasiga mana chisnokni qo'yib 2 soatdan keyin bularda bilasizlar, chisnokni tarkibida shunaqa moddalar borki, qizarish, achitirish, reaksiya berish holatiga olib keladigan narsalar bor. Mana bu narsa hozir bularda shunaqa kuzatilgan. Hozir endi sishida muammo bo'lyapti. Sishga juda qiynalyapti bemor. Men bilmayman, buni sizning nima haqqingiz bor? Mana bu tabibning nima haqqi bor? Ichkariga bunaqa tegishga, ichkariga bunaqa narsa qo'yishga. Nima haqqi bor? Yaqinda bitta o'sha kosmetolog gapirganimizda ham bilmayman. Bunaqa chora ko'rish kerak. Bunaqa chora ko'rmasa bo'lmaydi. O'zidan ana doktor yasab olganmi, men bilmayman. Tabib bo'ladigan bo'lsa, o'to'larni damlab ichishini o'rgat, nima qilasan qolgan narsaga teg. Hozir bu kasallik kim hal qiladi? Kim bu kasal davolaydi? Hozir mana hamma yog'iga akok berib, qizarib, hozir lovullab yonyapti deyapti bemor. Hurmatli kuzatuvchilar, ehtiyot bo'linglar. Internetdagi hamma narsaga ishonaverish kerak emas. Bu juda yomon holat. Baribir bularga chora ko'rilmayaptimi? Demak, o'zimizni asrashimiz kerak. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sabab bunaqa har xil narsaga aldanib ishonib ketadigan bo'lsanglar, mana bemorga o'xshab qiynalib yurasizlar keyin. Biz endi anamizda o'zbekimiz bronusdan yozib, bronusdan qila olmaymiz. Agar yozib shikoyat qilsa yomon qo'radi o'zi aslida. Lekin mana mirxaza qilib shikoyat qila olmaydi. Shu qiynalib yuribdi mana bemor. Bu juda yomon holat. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Bunaqalardan o'zingizlarni ehtiyot qilmasanglar bo'lmaydi.